Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolisa bugun o'zimiz qilayotgan ishlar bilan ishimizni narxlari bilan tanishtirib boramiz. Eshiklarimiz 08 MDF dan bo'lgan, majburiy. Raklasi doli chiroyli ko'rib berganmiz. Zamonlari ham original. Rezinkalar qo'yilgan, aynalar germetiklanadi. Xudo xolisa MDFlarni kesaklardan qilib berganmiz. Mana kesakisini 13 santimetrlik qilib. Bu yerda hat tekishlarimiz ham bor. Hat tekishlarimiz ham hammasi 18 MDF da bo'lgan. Bularimizni kvadrati 900 ming so'm, xudo xolisa kelishtirib beramiz. Bularimizniki 08 bo'ladi, high tech. Kesaklari oddiy yog'ochdan bo'ladi, 11 santimetr bo'ladi. Hamma yo'q ichida o'rnatib berish aynalari germetiklanadi. Mana zamonlarimiz ham xudo xolisa high tech 3 tadan oshib qo'yib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. 850 ming so'mdan kvadrati. Ularga 900 ming so'm. Chiroyli qilib beramiz, xudo xolisa nasib bo'lsa zakaz bera olasizlar. Hammaga rahmat.